Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Dongfeng brendiga mansub bo'lgan Ayolus Shine va Shine GS avtomobillarimizni ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Avvaldan aytib o'tish lozim, ikkala avtomobilimiz ham lokalizatsiya qilingan, ya'ni mahalliylashtirilgan, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mahsulot. Ikki avtomobilimiz ham farqi shundan iboratki, mana bu avtomobilimiz Shine deb ataladi va bu sedan. Mana bu avtomobilimiz esa Shine GS, ya'ni universal kuzovida ishlab chiqariladi. Ikkala avtomobilimizda ham 1.5 atmosferali dvigatelga ega bo'lgan an'anaviy dvigatel jihozlab qo'yilgan. Avtomobillarimiz 117 ta ot kuchi keltirib chiqaradi, oldi приводda harakatlanadi. Ikkalasida ham klassik 6 pog'onali avtomat korobka bilan jihozlanadi. Avtomobillarimizni yonilg'i sarfi 100 km ga 6,5 litrdan 8,5 litrgacha tashkil etadi. Albatta bu quyilgan yonilg'ining sifatiga va haydovchining haydash manierasiga bog'liq. Bundan tashqari avtomobillarimizni endilikda asosiy farqlarni ko'rsatib o'tamiz. Ayolus Shine avtomobilimiz o'rta o'lchamli sedan, ya'ni siz bilgan Chevrolet Cobalt va Lacetti kabi o'rta o'lchamli sedanlar sinfiga kiradi. Faqatgina avtomobilimiz yangi avlod avtomobillardan hisoblanadi va zamonaviy tashqi ko'rinish va agregatlar bilan ishlab chiqariladi. Ayolus Shine va Shine GS bu bir xil avtomashina, bularda bir xil shassi va platforma hisoblanadi. Faqatgina Shine GS avtomobilimizning farqi shundan iboratki, uning birinchi o'rinda nomiga GS qo'shimchasini aytib o'tiladi va kuzov universal turida bo'ladi. Bu ma'lumot uchun Yevropa davlatlarida oilali, ya'ni ko'p oilali insonlar tomonidan eng ko'p tanlanadigan kuzov turlaridan biri hisoblanadi. Avtomobilimiz sizga nima beradi? Afzalliklari shundan iboratki, kattaroq yukxona sig'imi va yo'lovchilar uchun ham ko'proq masofani taklif eta oladi. Bundan tashqari avtomobilimizni agar sizga mana shu yukxona sig'imi ham kamlik qiladigan bo'lsa, tom qismiga reylingga qo'yib qo'yilgan. Bu reylinglarni xalqimizda shoh deb ataladi. Mana shu shohlarga siz qo'shimcha katta o'lchamli boks joylashtirishingiz mumkin va ko'proq yuklarni masofalarga olib borishingiz mumkin. Bu degani avtomobilimiz sayohatlarga ham ayni muddao. Bundan tashqari avtomobilimizning tom qismida Shine'ga o'xshab oddiy lyuk emas, balki panoramali lyuk jihozlab qo'yilgan, ya'ni ko'proq open space ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin, ya'ni oynalaringiz soni ko'proq bo'ladi. Bundan tashqari avtomobilimizning clearance yuqoriroq, yana bir aytib o'tamiz. Mana shu ko'p masofaga ko'p yuklarni joylashtiradigan bo'lsangiz, albatta avtomobilimizning clearance pasayadi. Shuni hisobga olib, yuqoriroq clearance qilib ishlab chiqariladi. Undan tashqari umuman o'zgacha ko'rinishga ega bo'lgan, chiroyliroq g'ildirak disklar bilan jihozlanadi. Va undan tashqari aynan GS avtomobilimizda orqa oldi bamperlari zamonaviyroq va yangiroq uslubda ishlab chiqarilmoqda. Avtomobillarimizni dizayniga, ya'ni eksterioriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ikkala avtomobilimiz ham zamonaviy va juda ham tajovuzkor uslubda ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin, ikkala avtomobilimizning ham radiator panjarasi bir oz naqshida farq qiladi va umuman GS avtomobilimizda xrom elementlarni uchratmaysiz. To'liqligicha avtomobilimiz Black Piano ko'rinishda ishlangan. Ikkala avtomobilimizda ham kuzov bo'ylab orqa difuzorida, oldi bamperida karbon-simon elementlarni uchratishingiz mumkin. GS holatida esa apelsin rangida bo'lgan elementlarni ham aralashtirilgan uslubda ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari ikkala avtomobilimizda ham chiroqlari asosiy linzali optika bilan jihozlanadi va kunduzgi harakatlanish uchun alohida yonib turuvchi dihovlari ham albatta mavjud. Bundan tashqari mana shu GS avtomobilimizning yon oyna korpusi ham qora lakirovkali uslubda ishlangan. Xuddi mana shu uslubda Shine avtomobilimizda ham, faqatgina avtomobilimiz qora bo'lgani uchun farqini ko'rmasligingiz mumkin. Undan tashqari Shine avtomobilimizda 16-o'lchamdagi o'zgacha ko'rinishga ega bo'lgan disklar, Shine GS avtomobilimiz esa bir o'lcham kattaroq, ya'ni 17-o'lchamdagi bo'lgan, yanada zamonaviyroq g'ildiraklar bilan ishlab chiqariladi. Avtomobilimizning orqa dizayniga ham e'tibor bering. Aynan mana shu spoiler zavoddan tayyor holatida ishlab chiqariladi. Orqa stop chiroqlarimiz ham to'liqligicha qoraytirilgan va stop chiroqlar piksel ko'rinishda ishlab chiqariladi. Bundan tashqari avtomobilimizning orqa difuzori karbon-simon tishli va tajovuzkor ko'rinishga ega va dekorativ bo'lsa ham ikki xil tarafda ikkitadan выхлоп patrubkalarining elementlari ham bor. Ana endi Shine GS avtomobilimizning dizayniga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, to'liqligicha qora lakirovkali elementlar zavoddan tonirovkada ishlab chiqarilmoqda. Orqa qismlari o'sha chiroqlar va bu avtomobilimizda difuzor bir oz o'zgargan, ya'ni выхлоп patrubkalari boshqacharoq ko'rinishga ega. Shaxsan o'zimga mana shu avtomobilimizning ko'rinishi ko'proq yoqadi va bunga nisbatan bu avtomobilimizda apelsin ko'rinishda bo'lgan qo'shimcha elementlar ham mavjud. Ikkala mashinamizda ham yon oyna korpusi va eshik ruchkalari qoraytirilgan ko'rinishda bo'ladi. Ikkalasida ham kalitsiz ochib yopish uchun eshik ruchkalarida tugmachalari jihozlab qo'yilgan. Faqatgina mana shu avtomobilimizda 360 gradus kamerasi mavjud bo'ladi. Bu mashinamizda esa faqatgina orqani ko'rish kamerasi jihozlab qo'yilgan. Avtomobilimizning interyer qismi keng, shinam va yumshoq matolardan hamda charm bilan ishlab chiqilgan. O'rindiqlarimiz ko'rishingiz mumkin, bosh qismi asosiy qismi bilan birlashtirilgan. Perforatsiyali ikki oldi o'rindiq isitish tizimiga ega va chiroyli naqsh bilan ishlab chiqarilgan. Apelsin, qora hamda oq charmga ko'zingiz tushishi mumkin. Bundan tashqari eshiklarida va salon bo'ylab karbon-simon matolarni ham uchratasiz va shu kabi apelsin rangli elementlari ham albatta mavjud.
mavjud. Cruise control hamda multimedia tugmachalarga ega bo'lgan elektrousilichlar orqali boshqariladigan multi-rul, displey ko'rinishida bo'lgan informativ uskunalar paneli mavjud. Undan tashqari 10 dyuymga teng bo'lgan sensorli markaziy monitor, barcha boshqaruvlarni mana shu qism orqali amalga oshirasiz. Albatta multimedia rus tilida. Undan tashqari bir zonali klimat kontrol, smartfoningizni ulashingiz mumkin va albatta start stop orqali avtomobilimizni ishga tushirasiz. Umumiy uskunalarni ulash uchun bitta port va bitta USB port ham mavjud va smartfonni joylashtirib qo'yish uchun alohida joy ajratilgan. Elektron qo'l tormozi, markazda joylashtirilgan bitta podstakannik, qo'lga ushlashga qulay bo'lgan richak, albatta uzatmalar qutisini Tiptronic rejimiga o'tkazsangiz ham bo'ladi va albatta markazda joylashtirilgan bar tom qismida an'anaviy lyuka mavjud. Ikkinchi qatorimizda ham masofa keng, o'rindiqlarimiz yumshoq. Albatta buni alohida o'zingiz kelgan holatda, o'tirib ko'rgan holatda baho berishingiz lozim. Va albatta klimat kontrolini vozdux havoti ikkita deflektor ko'rinishida chiqarib qo'yilgan. Smartfoningizni va boshqa uskunalarni quvvatlash uchun bitta porti mavjud va undan tashqari orqa qatorga ham buyumlaringizni joylashtirishingiz oson bo'ladi, chunki masofa ko'p. Avtomobilimiz yukxonasida ham masofa juda ko'p. Albatta buni kamera orqali yetkazib bo'lmaydi. Pastki qismida albatta rem komplektlari ham mavjud va bunga avtosalonimizga kelgan holatda avtomobilimizni test drive qilib ko'rib, o'zingiz baho berganingiz lozim bo'ladi. Ayolus Shine GS avtomobilimizda esa o'zgarishlar katta emas. Xuddi mana shu avtomobil, faqatgina avtomobilimizni rul qismi, ya'ni rul chambaragi umuman boshqacha dizaynga ega. Aynan mana shu rulni bizning model qatorimizda bo'lgan Dongfeng, Yipay 008 va 007 va Mate avtomobillarimizda uchratishingiz mumkin. Xuddi mana shu rul chambaragini bu avtomobilimizga jihozlangan va o'rindiqlarimizni rangi farq qilishi mumkin, lekin buni siz tanlab olishingiz mumkin. Ikkinchi qatorimizda Shine avtomobilimizga nisbatan farqlarning soni ko'p emas, lekin sezilarli darajada. Masalan, tom qismida butun boshli panorama mana shu pardasini oxirigacha ochib qo'yishingiz mumkin va chiroyli manzaralarga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Va yukxona sig'imi kattaroq bo'lgani hisobiga ikkinchi qatorda masofa juda ham ko'p. Ayolus Shine GS avtomobilimizni mana shu eng katta afzalligi deb shaxsan o'zim bilaman. Hattoki Shine va mana shu turdagi bo'lgan boshqa avtomobillardan ham yutib chiqadigan joyi. Albatta bu uning yukxonasi. Keng, baland va juda ham chuqur, ancha-muncha buyumlarni olib ketishingiz mumkin va mana shu polkasi ham zavoddan o'zi bilan ishlab chiqariladi. Buni albatta yengil qo'l harakatini o'ziga olib tashlasangiz ham bo'ladi. Yana bitta kichik polkasi bor, buni ham olib tashlasa bo'ladi. Endi tasavvur qiling, mana shuncha masofa sizga kamlik qilsa, yukxonasini yanada kengaytirish uchun o'rindiqlarni tushirsangiz yanada ko'proq masofaga ega bo'lasiz. Albatta bu qismida mana shu polkasini ko'tarsangiz, rem komplektlari ham zavoddan tayyor jihozlab qo'yilgan. Albatta smartfon orqali bu avtomobillarni ko'rgan bilan hayotda ko'rgan juda ham farq qiladi. Shu sababdan biz sizlarni rasmiy dilerlik markazimizga, ya'ni avtosalonimizga taklif etamiz. Bu avtomobillarni shaxsan o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, haydab ko'rib, test drive'dan keyin alohida baho bering va bu avtomobillarga ko'ngil qo'yishingiz aniq. Bu avtomobillarimizni yangi chegirmadagi narxlarda taklif etmoqdamiz va albatta bularga nasiya savdoni ham avtosalonimizda ochildi. Aynan mana shu avtomobilimiz narxi hozir 220 million so'mni tashkil etadi. Mana bu avtomobilimiz narxi esa 232 million so'mni tashkil etadi va bundan ham arzonroq takliflarni biz sizlarga bera olamiz. Avtosalonimiz Toshkent shahri, Sergeli tumani, Toshkent halqa yo'lini bo'yida, Moshina bozoriga yaqin joylashgan. Avtosentr dilerlik markazimizga tashrif buyuring yoki mana shu raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling.